Mana mahalladoshlar. G'alaba muborak. Va to'ygonlarimiz keldi mana Alloh xolisa. Shu bolalarni chukrab to'ylarni o'tkazib boramiz Xudo xolisa. Bayramlar muborak. Hurmatli mahalladoshlar, aziz mehmonlar, mana bugun mahallamizda katta bayram, katta tantana, mustaqillik bayrami, yosh yigitlarning to'ylari, qolaversa opet budjetda yutganligimiz munosabat bilan yig'ilganmiz. Hozir birinchi tabrik uchun so'zni tumanimiz hokimi Abdurahim Jasurbek Odiljonovga beriladi, mahallani tabriklash uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hoji bola, hojonalar, hamqishloqlar, aziz yoshlar. Avvalo sizlarni o'zim nomimdan, sektor rahbarlari nomidan, qolaversa tumanimizning 221 mingdan ortiq xalqi nomidan eng ulug', eng aziz bayramimiz, mustaqilligimizni 34 yilligi bilan samimiy tabriklayman. Hurmatli yurtboshimiz boshchiligida yurtimizda juda katta islohotlar amalga oshirilyapti. Har bir yo'nalish bo'yicha aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, eng asosiysi mahalla infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha. Mana bugungi sizlar bilan ko'rishib turishimiz ham shu mahalla infratuzilmasi. Bu bo'yicha umuman tumanimizda juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Bugungi sizlar bilan yig'ilishimiz, bugungi tadbirimiz shu mahallani boshi bir bo'lganidan, bu hurmatli prezidentimizning tashabbuslari, o'tgan budjet hurmatli prezidentimizni o'zlari yaratgan tizim. Oldindan bunaqa ishlar bo'lgan. Hamma mahallalarda bunaqa ishlar oldindan bo'lgan. Lekin bugungi kunda o'tgan budjet orqali xalqimiz yanada birdamlik bilan, yanada ahillik bilan o'zini mahallasida qaysidir mahalla asfaltini qilyapti. Qaysidir mahallamizda ham birinchi, ikkinchi bosqichda jami 32 milliard so'm mablag' ajratildi. Bugungi sizlarning yutuqlaring albatta men Daryobo'y mahallasiga juda ko'p teraman. Bu mahalladagi muammolarni o'zim ham juda yaxshi bilaman.
Lekin mana sizlarning ayniqsa yoshlarsiz bu o'rta byudjetda bunchalik olib chiqish qiyin. Va eng asosiysi respublikada 2020-da tumanda, viloyatda birinchi o'rinda oldi. Hammalariga yana bir marta bugungi YouTube bilan bundan tashqari mana tadbirkorlarimiz, nomiylarimiz qatnab to'ylardan o'tishyapti. Bu tadbirkorlarimizga, yoshlarimizga yana bir marta bugungi bayram, bugungi to'y muborak bo'lsin deymiz. مش فصلي شريك الأمثال علي الفتى شو مسك الشيعة شريك الأمثال